Barchaga salom. Bugun videorolikimizni Instagramdagi reaksiyamizda davom ettiramiz. Unda qani ketdik. Ketadi, lekin qanday o'tib ketganini faqat siz bilasiz. Qanchadan ba'zida o'ylab qolaman. Yangi yilingga ham o'tsin. Grinch yangi yil bayramini juda yomon ko'rardi. Nima uchun deb so'ramang. Sababini hech kim aniq bilmaydi. Hamma ishda doim o'zimga qolib ketdi. Lekin Bir kun betob bo'lgan, bir kun kim sen bilan qoladi? Bir kun. ismingni aytganda jilma. Ortiq ko'rishmaydigan bo'lsak, Bexos. Hislarni aytmayman, sukutga tutqun. Chin dildan aytyapman. Ishon. Qiziqarli videoroliklar chiqishi Nimalar uchun deyishim? like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. hozir. У меня, в принципе, все превосходно. Sizlarda ham bormi yo'qmi maslakatlaringizni bilmayman. Oyog'i sasiydiganlar bo'ladi-yu. Menda bor bitta xuddi shunaqa 8 ta student yashaydigan xonaning hidini bir poy paypag'i bilan duelga chaqirib beradi. Elitada jon saqlashga bemalol bellashib beradi. Tushunasizmi? U bola hayolini bir burchagida patinkasini yechib plan qilsa, уже qadamdir kuygan hid kelishni boshlaydi. Qurol sevaman, o'laman. Сука. Вот сука хитрожопая. Сука. Nega qaytib kelding yonimga? Nega ko'zlaring ko'zlarimga? Bu qadar so'zlarga to'lib, hamma narsadan ketmam to'yib. Nega meni endi eslading? Nega kutganimda kelmading? Kechirmayman mendan kechganing. Mendan kechmayli. Meni sevmasang ham roziman mayli. Nega qayg'urmasang ham mayli. Meni yo'qlamasang ham mayli. Agar bir banda Shaharli qizni boshingga urasanmi? Ertaga oxir zamon bo'lganda bugun qaysi odatingizni yo'qotolmaysiz? Ko'p. Nimani boshidan boshlagan bo'lardingiz? Harakat borsiz, lekin o'xshamayapti. Qaysi ish? Odamlarni faqat yomon Ertaga. yaqinda 20 ga to'laman. Ko'pchilik meni hech qachon hech narsaga Lekin omad yo'q narsa. Omadga Tugadi biz sevgan baxtiyor. uzoqlarda qoldi. Qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Ko'ngil na qahva istar, na qahva. Нет, ну у меня, в принципе, все превосходно. Men bitta narsa o'ylantiryapti. Jismoniy tarbiya degan fan bor edi, bilasizlarmi? Bitta ham siz 1000 aytni qilay sog'indim seni. Onasini esa maktab paytidan beri uydagilarga ziyonim. Bayraming muborak bo'lsin, megachim. Возможно, позже мы будем богаче. Shunday yigitni topdingki, o'zing uni telbalarcha seva oladigan va shu bilan birga u ham seni xuddi o'zingga o'xshab seva oladigan bo'lsin. Моя роза самая обыкновенная. Shunchaki yana 1 yil o'tdi. Menda bo'lsa hammasi o'sha. hayotning Meni o'zingdan uzoqlashtirishga harakat qilishing senga bo'lgan munosabatimni hech ham o'z I will always. Meni tushunmaysan, indamayapman. Seni tushunmasam xafa bo'lma, xo'p? Sening ishing menga xatodir, xato. Kulginga sababchi men tushungan g'am.
Yangi yilingga ham o't tushsin. Grinch yangi yil bayramini juda yomon ko'rardi. Nima uchun deb so'ramang. Sababini hech kim aniq bilmaydi. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon, na boshi ma'lum, na so'nggi ayol. Assalomu alaykum. Короче, menga qora bobo telefon qildi. Bu yil sovg'a olmas ekanman. Bu yil o'zimni yomon tutibman. Короче, menga qora bobo telefon qildi. Bu yil sovg'a olmas ekanman. Bu yil o'zimni yomon tutibman. Tun tugamas, chidab bo'lmaydi. Uyqu kelmas bordayin qasdi. Sog'inchdan-ku odam o'lmaydi. Lek o'lardek sog'indim rosti. Ichingdagi dardingni ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi. Sen meni yonimga Toki ajoyib kunlar ota-ona bag'rida bolalikin. Ko'z yosh to'kilgan kun. Katta pul kerak o'g'lim. Hamma bola mana shunda. Mana bu soch mana. Qaragin, o'zi bo'ladimi? Sochligi ham qolmabdi o'g'lim. Katta opam 5 to'y qilib bering deyapti. Unga pul kerakmi? Pul kerak. Boltavoyni uylantirib qo'yish kerak. Unga pul kerak. Uyni chalasini bitirish kerakmi? Bitirish kerak. Narx-navo osmonda. Ehtimol odamlar juda baddir. Ular sizni emas, eslashni unutib qo'yishgandir. Menimcha odamlar jo'rtdagi eslashni unutishmaydi. Tuvang kallang buraladigan bo'lsa, avtobusda unutib qoldirarding deydilar. Xo'sh, rejalaring bormi? Qanday umr kechirmoqchisan? Hozir bilmayman. Lekin bir narsa aniqki, har daqiqadan zavq olaman. Xo'sh. Seni ham sog'inadigan bironta odaming bormi? Bor. Tirikmi? Ha. Seni sevish. Qanchalik og'ir yo'lib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu. Sen bilan uchrashdim. Мне нужны деньги. Meni hech qachon tashlab ketmaysiz-a? Inson biron kimsaga yoki Hayotingda hech bir Ming parcha. Axir men yarim asr shunday kasofat bayramga chidab keldim. Qani edi yangi yillarni tak-tugi bilan yo'q qilib tashlasam. Mendan hech Sizni o'ylash. Любовь это не комфорт. Mana odamlar qayerda sinadi. Seriyaning oxirgi o'yinida g'alaba qilmasam, bizni unutib yuborishadi. Возьми 2 горлиц. И вот что сделай. Одну себе, а вторую отдай. Внезапно я ко всему. Нет, ну у меня в принципе все. Во мне нет ничего особенного. Я обычный человек. Oyi. Dada. Bu vaziyatdan foydalanib
sizlar bilan o'tgan umrim ajoyib bo'lganini aytmoqchiman. Ammo nazarimda buni yetarlicha qadrlay olmadim. Oyi, Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha xayr. Videosiga like tugmasi bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang.